Meni ham turmush o'rtog'imni 4 ta xotini bor. Bilaman, ba'zi ayollar uchun bu og'riqli mavzu, lekin shunday holatda men o'zimni balansda va baxtli his qilaman. Erimni birinchi xotini yoshlarida 10 yillik katta farq bo'lsa ham hamma shartlarga ko'nib turmushga chiqqan ayol va baland rizqi bilan oyog'i yengil kelib erini millionerga aylantirgan. Erimni ikkinchi xotini o'z sog'lig'ini, figurasini ayamay 5 farzandni dunyoga keltirgan va shu farzandlariga ilm, tarbiya, mehr berib, ularni jamiyatimizda kuchli, yetuk inson qilib o'stirmoqda. Uchinchi xotini juda ham zamonaviy, o'z ustida tinmay ishlaydigan, ko'p sayohatlar qiladigan, o'zbek ayollarini har taraflama rivojlanishi uchun katta hissa qo'shadigan, zamonaviy o'zbek ayoli davri forumlarini o'tkazadigan ayol. 4-xotini moliyaviy erkin ayol, O'zbekistonda va chet elda daromadli investitsiya qiladigan, ko'chmas mulk olib, erini yanada boy qilib kelayotgan ayol. Va albatta bu 4 xotinning hammasi menman. Hozirgi kunda men Lobarjonova taxallusi ostida juda ham obro'si baland va ko'pchilik ishonchini qozongan influenserman. YouTube'da foydali suhbat podkastini olib boryapman. O'zbek ayollarimizni ma'naviy, psixologik va shaxsiy rivojlanish uchun yiliga bir necha marta forumlar o'tkazyapman. Hozirgi kunda sifatli uylar quradigan Energy zamon loyihasini ko'pchilikka tavsiya qiladigan tadbirkor ayol bo'laman. Menga o'xshab 4 ta xotinni o'rnini bosadigan yagona suyukli badavlat ayol bo'lishni istasangiz, meni Instagram va YouTube akkauntimga obuna bo'ling va ushbu videoni dugonalaringizga jo'natib qo'ying.